العدا. سلام على غزة الصامدين. سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك Alloh taolo aytadi: Mol-mulklarini kechasi va kunduzi yashirin va oshkora infaq qiladiganlar uchun Parvardigorlar huzurida ajr bor. Ularga hech qanday qo'rquv yo'q va ular g'amgin ham bo'lmaydilar. Shu asosdan kelib chiqib, biz G'azo markazida o'zbek birodarlarimiz tomonidan berilgan pullar bilan yordamga muhtoj, hayoli, ko'chirilgan chodir egalari orasida yurib, ularning asosiy ehtiyojlarini qondirishlari uchun naqd mablag'ga muhtoj bo'lgan oilalarga yordam ko'rsatamiz va sizlar bizga taqdim qilgan pullardan ularga yetkazamiz. Alloh taolodan so'raymizki, ey birodarlar, biz uchun sarf qilayotgan ushbu mollaringizni sizlarga bir necha barobar qilib qaytarsin va sizlarga solih zurriyot nasib etsin. Va hamd olamlar Parvardigori Allohga xosdir. بطولتكم نشيدا عم في الأرجاء بدرا. السلام عليكم، على عافية، كيف حالك؟ هذه مقدمة من شباب الأوزبك. السلام عليكم، كيف حالك؟ هذه المساعدة مقدمة من شباب الأوزبك. العفو. نشكر شباب الأوزبك. سلام على قاهرين العدا. سلام على غزة الصامدين.